Do'stlar, bugun biz ommalashtirish platformasi orqali natijalarni tekshirishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda buning uchun brauzerga ommalashtirish deb qidirib olamiz va ommalashtirish avloniy.uz platformasiga kirib olamiz. Mana kirib oldik. Kirib olganimizdan so'ng kirish tugmachasini bosamiz bu yerdan va bu yerda login parol orqali kirishimiz mumkin. Agarda sizda login parolingiz kirishda o'zgargan bo'lsa yoki parolingizni unutgan bo'lsangiz, parolni unutdingizmi tugmasini bosib bu yerdan dishir raqamingizni kiritasiz va keyingi qadamni bosib ro'yxatdan o'tishda foydalangan telefon nomeringizning Telegram botiga avtomatik kod yuboriladi. U kodni kiritish orqali parolingizni tiklashingiz mumkin. Va yana bir usuli OneID orqali kirish. Bu ham eng ommabop usul, eng qulayi. OneID login parolingiz orqali bu yerdan kirishingiz mumkin. OneID login parolingizni esa login yoki parolni tiklash bo'limi orqali ham tiklab olishingiz mumkin. Va dishir va parolingizni tiklaganingizdan so'ng kirish tugmachasini bosib kirib olamiz. Profilga kirganingizdan so'ng bu yerda oldin bu yerda ma'lumotlaringiz chiqqan bo'lishi kerak va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu yerda sizda natijangiz ariza holati ko'rinib turadi. Ya'ni hudud miqyosida tavsiya etildi degani bu viloyat miqyosida ommalashgani hisoblanadi. Bu yerda o'rtacha ball, bu yil baholash tizimi anonim bo'lganligi uchun, bu albatta juda yaxshi bo'ldi. Anonim bo'lganligi uchun sizda o'rtacha ball bo'ladi. Ya'ni sizni ishingizni, sizning ism familiyangiz, shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rmagan holda mutaxassislar tekshiradi va bir nechta mutaxassis tekshirib, bir nechta ball o'zlarini ballarini qo'yadi va ularning o'rtacha balli bu yerda sizga ko'rinib turadi. Ko'rinib turadi, ya'ni hudud miqyosida ommalashgan bo'lib ko'rinib turadi. Xo'p, demak bu yerda agarda OneID orqali kirsangiz ham bir xil, misol uchun tumanda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda sariq bo'lib turadi. Maktabda bo'ladigan bo'lsa, kulrang holatda turadi. Ya'ni sizning ishingiz ommalashganligi haqida. Va shikoyat yuborish tugmachasini bosish orqali bu yerdan shikoyat yuborishingiz mumkin. Ya'ni shikoyat yuborishda shikoyat matnini yozasiz bu yerda. Qo'shimcha fayllar ilova qilishingiz mumkin. Bu majburiy emas, lekin shikoyat matnini yozishingiz majburiy hisoblanadi. Shikoyatni yuborish muddati, yakuniy holat keyingi 3 kun ichida ko'rib chiqiladi. Bu yerda ko'rib chiqilgandan so'ng sizga ballingizni o'zgartirilishi mumkin yoki bu yerda asos bo'lishi mumkin. Shikoyat holatini keyinchalik bu yerdan xabarlar bo'limida ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.